tushunmadim. Shuncha payt nimaga oyog'ingiz davolatmadingiz? O'zingiz erimga xotiningizni oyog'i tuzalmaydi degan ekansiz-ku. Yo'q, xotiningizni oyog'i tuzalmaydi demaganman. Aksincha, tezroq operatsiya qilish kerak deganman. Faqat kattaroq pul ketadi deganman. Katta pul deganingiz qancha? Endi o'sha 4 yil oldin 50-60 ming ketadi deganman. Hozir ko'p yangiliklar bo'lib ketdi. Arzonroqqa ham operatsiya qilsa bo'ladi. Shunda oyimni oyoqlarini tuzatsa bo'ladimi, doktor? Bo'ladi albatta. Unaqa qo'rqinchli narsa emas. Men 4 yil oldin eringizga bu haqda aytganman. Hozir ham bitta operatsiya bilan ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Doktor, shunda hozir oyimni oyoqlarini tuzatsa bo'ladi-yu, lekin biza puldan qochib operatsiya qildirmagan bo'lib chiqyapmizmi shunda? Mana adam pul bermagan bo'lib chiqyaptilarmi shunda? To'g'risi, o'shanda meni oldimga qaytib bormaganlariga pul topisholmadi deb o'ylagandim.